Hozir sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan bu sayt orqali ayni paytda dengiz bo'ylab nechta kemalar harakatlanayotganini ko'rishingiz mumkin va qanday kema va qayerga yo'l olgani haqida ma'lumot olishingiz mumkin va kemani aniq koordinatalarini aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, saytga kiramiz. Saytga kirganimizda ko'rib turganingizdek O'zbekistonda hech qanaqa kema mavjud emas. Bu yaqinidagi oldidagi kemalar. Xo'p, kemalar dengizda turibdi. Mana kemalar, hop, birontasini ustiga bosamiz. Ustiga bosganimizda mana bu kemalar haqida ma'lumot olish mumkin. Ustiga bosamiz, yana boshqa mana kema haqida, qayerga yo'l olgani, qachon yo'l olgani haqida ma'lumotlarni qo'lga kiritishimiz mumkin. Xohlagan kemangizni ustiga bossangiz ko'rinadi. Xo'p, qachon yo'l olgani, qayerga yo'l olgani, mana yurib ketayotganini ko'rishingiz mumkin. Hattoki mana dengizda harakatlanayotgan kemalarni tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Kuzatish imkoniyatiga. Xo'p, buni uzoqlashtirganimizda dunyo bo'yicha harakatlanayotgan mana kemalarni ko'rish imkoniyati bizda mavjud bo'ladi. Sayt biroz yuklanishi qiyin bo'lyapti. Hozir mana ko'rib turganingizdek, mana dunyo bo'yicha bundan ham ko'p kemalar va hozir uzoqlashtirsam chiqaveradi. Xohlagan kemani kuzatish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Ayni vaqtda onlayn kuzatish imkoniyatini beruvchi sayt. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, hozircha xayr salomat bo'ling.